Toshkent shahar Uchtepa tumani axborot kutubxona markazi rahbari Barchinoy opa Xajayeva studiyamizda mehmondalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Tong xayrli bo'lsin. Endi barim ilk savolimiz o'sha sizning kasbingizdan kelib chiqadi-da. Eng mazza qilib o'qigan, zavqlanib o'qigan kitobingiz haqida so'ramoqchi edim. İlk savolim. Kitoblarni juda ham haqiqatda biz juda sevib o'qiganmiz. Bizni mahallada bir kichkinagina kutubxona bo'lardi. Ana shu kutubxonada biz kitoblarni olardik. Kitoblarning soni ham kamroq bo'lar ekan shekilli. Qo'lma-qo'l bo'lganda shu kitoblarni biz haligi kutib turardik. Chunki bu qo'lda hozir bu kitob deb aytilganda bir haftalab kutib o'sha kitobni olib o'qirdik. Endi u kitoblar juda ham ko'p. Men endi yoshlik paytda bilasiz, albatta fantastikalarga juda ham ko'proq qiziqiladi. Undan keyin lirikalarga ko'proq qiziqiladi. Men masalan bir narsani aytib o'tishim mumkin. Yoshlik paytimda shu o'tgan kunlar romanini bir o'qib ko'rmoqchi bo'lganman. O'qib ko'rganman. Endi o'qiganda menda umuman boshqacha bir taassurot bo'lgan. Nima o'tgan kunlar romanini shu bir necha yosh desam bo'ladi, 14 yoshlarimda o'qiganman. Unda endi albatta biz ko'proq o'sha Kumush bilan Otabekka ko'proq urg'u berganmiz. Muhabbat tomonini ko'proq ko'rganmiz. Endi u kitobni men yoshim kattaroq bo'lib bir 50 yoshga to'lganda ham o'qidim. Boshqacha taassurotlar umuman boshqacha taassurot qoldirdi. U yerdagi asosiy yo'nalish, asosiy ta'riflangan narsa u Otabek va Kumush muhabbati emas, asosan o'sha paytdagi haligi qora kunlar, o'sha haligi jirkanch, o'sha xonlik davrlarini ko'proq namoyish qilingan ekan. Abdulla Qodiriy juda ham diplomat yozuvchi bo'lganlar. O'shaning uchun ular mana shu muhabbat bilan qog'ozga o'rab turib o'sha davrlarni ko'rsatganlar. Har bir yoshda inson o'zini yoshiga yarasha tushunar ekan. Xulosalarni chiqaradi. O'shaning uchun men bir narsani aytmoqchiman. Ana o'shaning uchun ham kutubxonaga yoshlarni, kitobxonlarni taklif qilib, o'sha ularni kutubxonaga kelishlarida birinchi bo'lib kutubxonachilarni qiladigan ishi ularni yoshiga mos va o'zlarini o'sha qiziqtiradigan kitoblarni tanlab berishdan iborat. Chunki ilk o'qishdayoq ularda o'shanday bir ajib his tug'iladi-da, yana bir bora mana shu kitoblarni olib o'qiyman degan xulosaga kelishadi. Masalan, o'sha og'ir kitoblarni yoshlarga berib qo'ysangiz, ularni yaxshi tushunmaydi va sovib qoladi kutubxonadan. Masalan, kichkina jajji kitobxonlar keladi. Ana shu jajji kitobxonlarga qanaqa rasmlari ko'p, yozuvlari kattaroq, hikoyasi kichkina bo'lgan kitoblarni tanlab berishadi bizning kutubxonachilarimiz. Endi o'smirlarga keladigan bo'lsak, o'smirlar kelganda albatta ularni dunyoqarashidan kelib, ularni xarakteridan kelib chiqib va shularga kelib chiqqan holatda va o'zlarini qiziqishlari nimalardan iborat. Shularga qarab sekin-sekin kitoblarni tanlab beriladi. Masalan, shunaqangi kitobxonlar ham keladi, sohani qiziqadigan kitobxonlar, sohaga qiziqadi. Masalan, hayvonot olamiga, masalan o'sha sportga qiziqadi, yana va hokazolar. Mana bizda shunaqa bir nima bo'ldi, bir yigit keldi, kitobni tanlashni hali bilmayotibdi. Kelib ko'zi quvnab ketyapti kitoblarni ko'rib. Biz endi albatta so'radik, qanday kitoblarga qiziqasiz? U endi aytibdi, men nihoyat avvaliga ozgina to'xtalib turdi. Qaysi nima deb aytishini ham bilmay turdi. Keyin sekin kutubxonachilarimiz uni so'rab nimaligiga qiziqarligini so'ragan paytida ular aytdi, men juda ham futbolga qiziqaman. Masalan, futbolga qiziqqandan keyin men juda ham fanatiman futbolni dedi. O'zim ham futbol o'ynayman dedi. Ana shundan keyin sekingina bunday bir imo qilib qo'ydim. Bizda o'sha buyuk nimalarni, futbolistlarni, futbolchilarni nimalari, kitoblari bor-da. Ular to'g'risidagi kitoblar bor. Ana shu kitobni tanlab berishdi. U bola olib, shuni o'qiysanmi? Joni tanib olib ketdi. Ana o'shandan keyin
shu bola tez qatnaydigan bo'ldi. Shuning uchun ham kitobxonlarni jalb qilishda o'ziga yarasha judayam bir qiyinchilik joylari ham bo'ladi deb aytaman. Mana shunaqalarga katta e'tibor berish kerak. Keyin yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Kutubxonaning anaqa dizaynlari chiroyli bo'lishi kerak. Masalan, o'sha kirganida kutubxona avvalambor shunaqa qurilgan bo'lishi kerakki, o'zi kirib kelishdan oldin tashqi ko'rinishini o'zi jalb qilish kerak. Ana shu bu qanaqa joy ekan deb kirganda bo'ldi. O'sha yerga qadam bossa bo'ldi. Kutubxonachilar o'zi jalb qilib olishni juda ham yaxshi bilishadi. Ana kirganidan keyin avvalambor chiroyli divanlar, o'sha chiroyli nima stol stullar, monobloklar, o'sha hali kompyuterlar, mana shunaqalar bo'lsa, ko'proq kelishga harakat qilishadi. Hozirgi kitobxonlar u avvalgi kitobxonlar emas. Hozirgi kitobxonlar mana bir xilda aytishadi, kitob o'qiydigan odam joy tanlamaydi. Endi bir paytlar shu joylar tanlanmagan bo'lishi mumkindir. Balkim bironta bitta ikkita shunaqa kitobxonlar ham chiqib qolishi mumkindir joy tanlamaydigan. Lekin aksariyat hozirgi yoshlarimizga ana shunaqangi bir komfort joylar kerak. Siz bilasizmi, barchalarga biz bermoqchi bo'lgan hamma savollarimizga o'zingiz javob berib ketyapsiz. Oilaviy muhit bugun kitobxonlikka juda ham bir katta yo'l ochadigan jarayonda bu. Mani onamlar albatta hozir ota-onamiz olamdan o'tib ketishgan, lekin mani onamlar o'zlari stomatolog vrach bo'lganlar, lekin juda ham yaxshi she'r yozganlar. Juda ham she'riyatga mehr qo'yganlar. She'riyatni yozganlari bilan birgalikda juda ham chiroyli dutor chertganlar. Va o'sha yozgan she'rlariga o'zlari kuy ham kelgan ularga. Kuy ham bastalaganlar va o'sha dutorda o'zlarini nimalarini, she'rlarini qo'shiq qilib kuylaganlar. Ayniqsa bilasiz, hali ayollar bir yig'inlari bo'lgan, boshqalar bo'lgan. Ana shu yerda shunaqa o'zlarini bir qo'shiqlarini ham aytib nima qilib aytganlar. Aytmoqchimanki, menga asosan men o'zim ham juda ham she'riyatga qiziqaman, o'zim ham ijod ham qilib turaman. Bu hammasi menga ko'proq onamdan o'tgan. Ismimni ham onam qo'yganlar. Chunki Barchinoy albatta bilasizlar, bu dostonda atab dostondagi qiz bo'lgan. O'sha dostonni bular ko'p o'qishgan. Ana shunda haligi nima qat'iy o'zini so'zida turadigan, ya'ni hali aytmoqchi bo'lganda, hani ruschasiga aytganda mujественный deydi-yu, ana shunaqangi qiz bo'lgan-ku, buni hammamiz bilamiz. Ana meni ham qizim mana shunaqangi qiz bo'lsin degan niyati va juda ham shu ism yoqqan va shu ismni menga qo'yishgan. O'shanday xislatlar bor sizda. Albatta, rahmat. Lekin kitobni ham albatta hammamiz o'qiganmiz. Uyimizda kutubxonamiz bo'lgan. Ijodiy muhit bo'lgan demak. Albatta. Men hattoki bu kichkina bir detallar aytib o'tsa ham bo'ladigan. Men o'sha hali turmush qurmoqchi bo'layotganda endi yigitlarni ko'rsatilgan-ku uchrashuvlar. Shunda men birinchi savol, kutubxonangiz bormi deb so'radim. Kutubxona yo'q deb aytsa, uyga kelib hayron bo'laman. Kutubxonasi yo'q, xonadon ham bo'lar ekan, dedi. O'shaning uchun shunaqa narsalar ham bo'lib o'tgan. Kitobni ko'p o'qirdim. Kutubxonasi bor odamga turmushga chiqdingizmi? Albatta, albatta. Juda katta kutubxonasi bor. Mana qarashlar bir xil bo'lsa. Uy ichi bilan butun oila bilan kitob o'qishadi. Men ham qo'shilishib o'qirdim. Vaqt topib. Hali kelinlik vazifalaridan ozgina o'zimizni nima qilib, vazifalar tugagandan keyin albatta kitob o'qib ham bu sokinlik ham beradi, bilasizmi? Maza qilib o'sha kitobning o'zidagi bir ruhiyatga kirib ketasiz. Endi mana bunday narsada yuqori qachon bo'ladi? Yuqori endi hozir bizni ish jarayonimizda ko'ryapmiz, kitobxonlar qaytyapti. Kutubxonalarga qaytyapti kitobxonlar. Endi Ali aytgandek, mana hozir bilasiz, hozirgi farzandlarimiz raqamlashtirish davri farzandlarida. O'shaning uchun ular ko'plab planshetlardan, telefonlarda o'qishlarni yaxshi ko'rishadi. Bu ham kitobxonlikning bir turi.
bir nimasi, ko'rinishi. Endi biz ulardan cheklash emas, ularni qiziqtirib, ularga yordam berishimiz kerak. Masalan, o'sha audio kitoblarimiz ham uzoq yo'llarga ketayotganda eshitib ketsa, bu ham ancha foyda beradi. Masalan, o'sha nimalarda, telefonlarda yaxshi viktorinalar bor, savol-javob viktorinalar bor. Bu ham juda ham qiziq. Mana shularda ham ular ishtirok etsa, bular ham yaxshi samara beradi. O'shaning uchun endi talabga keladigan bo'lsak, mana shunaqa qilib nima o'zimiz an'anaviy kitobni ham va qolaversa o'sha nima raqamlashtirish nimasidagi o'sha kompyuterdagi, planshetlardagi, telefonlardagi o'sha elektron kitoblarni ham birgalikda olib boriladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, kitobxonlarning soni ancha ko'payadi. Endi hozir bizda ko'pincha oilalarda kirma anaqaga, ko'p telefonga qarama. Yo'q, telefonga qarama emas, ulardan ozgina xabardor bo'lib turishimiz kerak. Nimaga kiryapsan? Nimaga kiryapsan? Avvalambor shuni bilishimiz kerak. Ana kitob o'sha nimalarga ulab berilsa, o'shalarni ham juda ham tomosha qilib o'tiradi. Endi Uchtepa tumanidagi markaz, kutubxona markazi men bemalol ayta olishim mumkin. Buni bekitishim ham shart emas. Zamonaviy kutubxona deb atala olmaydi. Demak, siz boya o'zingiz orzularingizni gapirib berasiz. Albatta. Bu zamonaviy kutubxona deyish mumkin emas. U birinchidan kvadrat metrlari ham juda ham kam. Hali o'quvchilar shu kitobxonlar uchun shu unaqa o'quv zallari bo'lishi kerak. O'quv zallarini o'zini kvadrat metrlari bo'lishi kerak. Ular kichkinalik qiladi. Endi albatta biz qo'limizdan kelgancha o'sha o'zimizni moliyamiz orqali o'sha stol-stullar nimalarni olishga sazovor bo'ldik. Yana bitta qilgan yutug'imizni men gapirib o'tishim kerak. Oliy Majlis qoshidagi nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash fondi bor. Mana shu fondi orqali fondga biz Toshkent shahar nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash fondi bilan birgalikda biz 100 million grant yutishga sazovor bo'ldik va mana shu 100 millionga hamma kitob javonlarimizni yangiladik. Va 6 ta monoblok kitobxonlar uchun xarid qildik. Hozir ancha albatta o'zimiz qo'limizdan kelganicha shu narsalarni qilib boryapmiz. Ancha ko'rinishlari chiroyli tusga kirib qoldi, lekin baribirga ham bizni kutubxonamiz ancha ko'chaning ichida joylashgan. Chunki u yerga kitobxonlarning kelishi ancha qiyin bo'ladi. Ayniqsa sal qorong'iroq bo'ladigan bo'lsa, kichkina yosh kitobxonlarimiz u yerga kirib chiqishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham biz o'sha tuman hokimligiga xat bilan murojaat qilganmiz. Albatta yaxshi umidlar bilan yaxshi natijalarni kutib kelyapmiz. O'sha ko'cha yuzidan zamonaviy o'sha nima muhtaram prezidentimizni nimalari qarorlarida tasvirlangan, ular qarorda hammasi ko'rsatilgan, necha kvadrat metr bo'lishi kerak, qanday kutubxona bo'lishi kerak. Mana o'sha qarorda tasvirlangan o'shanaqangi talablarga javob beradigan zamonaviy kutubxonani biz albatta kutib qolamiz tuman hokimligidan. Bugun kutubxona fondida qancha kitob bor? Qanday kitoblar bor? Yangilanib boryaptimi fond? Albatta, mana bizani maqsadimiz ham endi fondlarni yoshartirish. Chunki bizga shunday talablar tushyapti. Bizani 56 ming kitob fondimiz mavjud. Undan ham ozgina ko'proq. Mana shu fondlarimiz uchun ham bizaga o'shanaqangi kerakli bo'lgan kvadrat metrli joy kerak-da. Chunki kitoblar ancha kitobni saqlashdan o'zini muhitlari bor. O'zini o'sha namliklarni saqlaydigan nimalari bor, uskunalari bor. U uskunalar bo'lmasa, bunaqangi chiroyli noyob kitoblar mayli mog'orlab ketadi. Nimaga qog'ozga qurt tushadi. Bu yaxshi narsa bo'lmaydi. Ana o'shaning uchun ham bizani shu xohlaydigan nimamiz shunaqangi zamonaviy kutubxona bo'lib, shunaqa uskunalar bilan jihozlangan bo'lsa, ana shunda kitoblarimiz juda ham yaxshi saqlanadi. Necha mingta kitob bor? Necha mingta
mingta kitob? 56 mingta kitob. 56 mingta kitob, turli janrdagi kitoblar. 56 ming kitob. Harholda kichkina kutubxona emas ekan. Ha, yo'q, markaz bundan ham katta nima bizga 56 mingta, 100 mingtalik nimalarimiz ham bor. Tumanlarimizdagi kitob fondli tumanlarimiz bor. Lekin hozirgi men aytayotgan muammo o'sha talabga javob bermaydigan bino degan muammoyim, men o'ylayman juda ko'p tumanlarda mana shu muammo bor. Shu muammoni hal qilsa juda ham yaxshi bo'lardi. Ana unda yana ham o'sha tumanni qamrashimiz osonroq bo'lardi. Albatta. Chunki bugun mahalla fuqarolar yig'inlari hududida ham, binolarda ham kichkina kutubxonalar tashkil etish topshirig'i berilyapti. Albatta, kitobxonlar safini kengaytirish uchun siz aytgan jihatlar juda ham muhim. Umid qilamizki, agar bizni hozir mutasaddilar tomosha qilayotgan bo'lsa, hokimlik vakillari ko'rayotgan bo'lishsa, bu muammolarning yechimiga darrov kirishadilar.